Netflix, Instagram, Dell, Tesla, Spotify. Ularning muvaffaqiyati tasodif emas. Bir vaqtlar ular ham kichik startap jamoalari edi. Bugun esa ular dunyoga mashhur. Qanday qilib kichik startaplardan boshlangan jamoalar bugun shunday natijalarga erishmoqda? Kaizen. Assalomu alaykum. Startup Rakursning bu safargi sonida biz startaplar uchun Kaizen falsafasining asosiy tamoyillarini 5 daqiqa ichida ko'rib chiqamiz. Kaizen tamoyillarini o'rganishda ushbu konsepsiyani butun dunyoga tanitgan management eksperti, uzluksiz yaxshilanish otasi yaponiyalik Masaaki Imai asarlariga, xususan uning mashhur Kaizen Yaponiya kompaniyalari muvaffaqiyatining kaliti deb nomlangan kitobiga tayanamiz. Kaizen yapon tilidan doimiy yaxshilanish ma'nosini anglatadi. Ya'ni har kuni kichik ijobiy o'zgarishlar qilish g'oyasiga asoslanadi. Demak, birinchi tamoyil kichik va uzluksiz yaxshilanishlar katta natijaga olib keladi. Kaizen har kuni kichik yaxshilanishlar qilishni talab qiladi. Ish faoliyatida har kuni kichik bir jarayonni soddalashtirish yoki tezlashtirish orqali katta yutuqlarga zamin yaratish mumkin. Misol uchun, Spotify dastlab oddiy streaming platformasi sifatida ish boshlagan edi. Ular har hafta yuklab olish tezligi va interfays soddaligini yaxshilab bordi. Kichik testlar va foydalanuvchi tajribasini sezilarli yaxshilash orqali Spotify o'z sohasida liderlardan biriga aylandi. Ikkinchi tamoyil. Har bir inson yaxshilanish uchun mas'uldir. Kaizen yondashuvida yaxshilanish faqat founderlarning emas, balki har bir jamoa a'zosining kundalik vazifasidir. Jamoada har kim o'z ishini yaxshilash uchun o'zidan boshlashi kerak. Shunda umumiy tizim o'sadi. Masalan, Canva kompaniyasida har bir xodim mahsulot va jarayonlarni yaxshilash bo'yicha o'z fikrlarini berishi mumkin. Canva madaniyati kichik takliflarni tezda sinab ko'rish va takomillashtirishga asoslangan. Bu esa kompaniyaning tez o'sishi va millionlab foydalanuvchilarga yetib borishiga xizmat qildi. Uchinchi tamoyil. Jarayonni yaxshilang. Natija o'zi keladi. Kaizenga ko'ra, e'tibor natijaga emas, unga erishiladigan jarayonga qaratilishi kerak. Jarayonlar to'g'ri va samarali bo'lsa, natijalar tabiiy tarzda yaxshilanadi. Har bir kichik yaxshilangan bosqich butun tizimning barqaror ishlashiga xizmat qiladi. Misol uchun, Instagram dastlab foydalanuvchilarga fotosurat yuklash va ulashish imkonini beradigan oddiy ilova sifatida boshlandi. Ular har bir foydalanuvchi tajribasini sinchkovlik bilan tahlil qildi. Har safar kichik yaxshilanishlar, yuklash tezligini oshirish, interfaysni intuitiv qilish orqali ular global platformaga aylandi va milliardlab foydalanuvchilarni jalb qila oldi. To'rtinchi tamoyil. Muammolarni e'tiborsiz qoldirmaslik va ularni ildizidan hal qilish. Kaizen madaniyatida har qanday muammo imkoniyat sifatida qaraladi va imkon qadar tezda ochiqlanadi. Asosiy sabab aniqlanib, muammo ildizidan hal etilishi zarur. Muammoni erta aniqlash va to'g'ri tahlil qilish rivojlanish uchun imkoniyat yaratadi. Masalan, Netflix kompaniyasi foydalanuvchilardan kelgan shikoyat va muammolarni imkoniyat sifatida ko'rib, har bir holatni chuqur tahlil qiladi. Bu jarayon ularga infratuzilmani optimallashtirish va xizmat sifatini doimiy ravishda oshirish imkonini berdi. 5-tamoyil. Yaxshilangan jarayonlarni standartlashtirish. Kaizen shuni o'rgatadiki, yaxshi natija bergan usullar tasodifan emas, doimiy va barqaror tarzda saqlanishi uchun standartlarga aylantirilishi shart. Yaxshi natijaga olib kelgan tajribalarni qayta takrorlash imkonini yaratish zarur. Masalan, Tesla o'zining har bir yangi texnologik yechimini avval kichik modellar yoki cheklangan sinovlarda sinab ko'radi. Sinov muvaffaqiyatli bo'lsa, bu yechim butun avtomobil liniyasiga standart sifatida joriy qilinadi. Bu esa doimiy sifat va innovatsiyani ta'minlaydi. 6-tamoyil. Gemba. Bevosita ish joyiga borib hal qilish. Gemba yaponchadan ish sodir bo'layotgan joy degan ma'noni anglatadi. Kaizen yondashuvida muammolarni taxmin qilish emas, bevosita ish joyiga borib, real vaziyatni ko'rib baholash talab etiladi. Real faktlarga asoslangan yechimlar va qarorlar doim samaraliroq va barqaror natija beradi.
Dell kompaniyasida ishlab chiqarish va yetkazib berish menejerlari muntazam ravishda zavodlarga chiqib, ishlab chiqarish jarayonlarini bevosita joyida tahlil qiladi. Ular real vaqt rejimida muammolarni aniqlab, xodimlar bilan hamkorlikda tezkor va amaliy yechimlar ishlab chiqishadi. Shunday qilib, xulosa qilish mumkinki, haqiqiy muvaffaqiyat katta sakrashlardan emas, balki har kuni kichik yaxshilanishlardan boshlanadi. Bu esa Kaizen kichik qadamlar bilan doimiy rivojlanishga asoslangan yondashuv. Keyingi sonlarda ko'rishguncha ilhomlaning va ilhomlantiring.